Assalomu alaykum hamma yurtdoshlar. Sizlar bilan yana Ayro YouTube kanali. Xo'p, bugungi videomiz nima haqida? Anchadan beri video chiqarmay qo'ydim. Shuning uchun orada virus simyasini ham yopdim. Pul kerak bo'lib qoldi. Shuning uchun real pulga sotib, ba'zi bir ishlarni bitirishga harakat qildim. Hozir esa pullardan muammo yo'q va Vayroni qaytadan tikladim. Bu video esa Vayro simyasi obzori haqida. Xo'p, Vayro simyasini obzor qilamiz. Hozir Vayro simyasi jang uchun aptechka, remont maskalarni qayerdan oladi? Albatta, eng kerakli va eng arzon joydan Edago 24/7 dan olishadi. Xo'p, bu yerda hamma narsa arzon, kirish shatiga 1 rubl. Shuna kirasizlar bo'ldi. Kirsanglar o'sha remontlar 1200 so'm. Bu yerda aptechka 200 so'm, niqob esa 100 so'm turadi. Xo'p. Bu kimga tegishli desanglar, Kaminaga Kamtaran, ya'ni menga tegishli. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p. Statistikani ham ko'rsatib o'tib ketaman. 190, 156, orada 71, keyin 229, xuddi shunday har kuni har xil foyda bo'ladi. Xo'p, endi esa simyani uyga borib, simyamni obzor qilamiz. Aytganimdek, Vayro simyasini tikladim. O'sha bir ikkita bolalar bor simyada. O'zimiz eski krugovoy bolalar, streloklar. O'sha simya ochilganidan dim-pim shunaqa narsalarni boshlab bordik. O'sha kecha yoki kechadan oldingi kuni dimlab o'tgan, 3-4 xuyet qilgan simyalarga dim qildik. Где-то 2 kun oldin video olayotgandim. O'sha comeback Vayroni qaytganini ko'rsatish uchun comeback qilib yurib kelayotganimizda o'ldirib ketishdi askarliklar, askar simyasi. Keyin askar simyaga dim qildik. Undan keyin Gold qo'shildi, Goldga qo'shilib dim qildik. Interpol qo'shildi, Interpolga qarshi dim qildik. Yigitda hammasiga kuchimiz yetdi, xudoga shukr. Simyada 20 ta odam bo'lsa ham. Xo'p, keyin bugunisiga o'sha uchalasi bitta bo'lib bizga qarshi dim qildi. Ko'rasizlarmi, qanchalik kuchli simyamiz? Agar bittasi kelsa ham bo'ladi-yu bizga qarshi. Uchalasi birga kelyapti. Bu degani bittasini kuchi yetmaydi bizga. Bizda 20 tagina odamga kuchi yetmaydi bitta simyasini. O'shaning uchun hammasi kelishdi. Lekin uchalasiga ham qarshi juda ham zo'r turib berdik o'rtoqlar. Oxirida faqat admin kelib hammani 15 minutga tiqib varim berib ketdi. O'shandan keyin dim tugadi. Onsi ham juda ham ajoyib ketayotgan edi. Xo'p. Simya Vayro uyiga keladigan bo'lsak, bu arzimasda o'rtacha uylarda joylashgan. Uyimizda mana tashqi ko'rinishi xuddi shunday joyda. Hop, raqamni aytamiz. Uyi 99. Mana Vayro kirib olamiz. Uyimni remonti xuddi mana shunday. Hop, oilaviy garaj, simya garajiga o'tib olamiz. Hop. Bu yerda Mercedes Gelik, Revant T1, Mercedes G63 yana, ikkinchi Gelik yana Revant. Hop. Hozircha 4 ta mashina bor, lekin bu yerda yana plus tomonini aytib o'taman. Hamma simya mashinani strabiki bor. Gelikda birinchi gelikimizda oq strab bor, Revantlarda esa yashildan. Faqat bu gelikka qizil yashil qilib qo'yibman, adashib oq deb o'ylagandim. Lekin shuni ham moslashtirib olishga harakat qildim-da, etagini yashil qilib, yonlarini qizil qilib. Xo'p. Simyalarni obzor qilib olgan bo'lsak, endi simyani o'zini ko'rib chiqamiz. Xo'p. Simyada 24 ta a'zo bor hozircha, 6 ta onlayn. Yaxshilanishlarga kirsak, 60 taga chiqarilgan 750 ochko bor. FFlarga boshladik, lekin hali ochko olayotganimiz yo'q, chunki unchalik kuchaymadi simya hali. Bitta bolalarga kirsak, где-то
0 so'm bo'lib turibdi. Bugun ertalab Simyani glavniy akkauntga o'tkazdim. Bilmasdan chiqarib yubordim, o'shaning uchun 48 million tiqilgan bo'lib turdim endi. Mana bu Titanfall Sanjar akkauntimga qaytarib oldim Simyani. O'shaning uchun kichik xato bilan bilmasdan chiqarib yubordim. O'shaning uchun hisobim 0 bo'lib qoldi. Xo'p, qo'shilmoqchi bo'lganlar uchun gap. Hop, Telegramdan Vayro pastki chizgicha 38 deb yozsanglar guruhimiz chiqadi. O'shandan qo'shilsanglar bo'ladi yoki men o'yinda vaqtim 22:00 ga telefon qilsanglar ham bo'ladi. Xo'p, ming bor uzr so'rayman. Shu narsadan video hech qanday montajsiz chiqmoqda, ya'ni prosta ekran zapis ham mikrofon, ya'ni tizim ovozlari ham mikrofonda olinyapti. Ya'ni men alohida tizim ovozlarida ovoz berib o'tirayotganim yo'q. Montaj narsalarga unchalik vaqtim yo'qligi uchun xuddi shunday qilyapman. Hop, hammaga omad o'rtoqlar.